Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan o'tgan safargi videomizda Cambridge A-Level xalqaro sertifikatiga tayyorgarlik ko'rish haqida, umuman olganda sertifikat haqida gaplashib o'tgan edik. Va bu safargi darsimizda esa mana shu sertifikatni olishda qanday tayyorgarlik ko'rish va qaysi manbalardan foydalanish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Endi o'tgan safargi darsimizda mana shu testga tayyorgarlik ko'radigan kandidatlarni asosan 4 ta guruhga bo'lgan edik. Hozir mana shu darsimizda mana shu 4 ta turdagi insonlar har bir kategoriyasidagilar qaysi manbalardan foydalanish haqida o'zimni tavsiyalarimni berib o'taman. Umuman olganda reja test topshirishda avvalo reja qo'yish katta ahamiyatga ega. Shuning uchun siz aynan qaysi kategoriyaga mansubsiz va qaysi manbalardan foydalanishingiz to'g'risida bilib olishingiz sizni testga tayyorgarlik ko'rishingizni yana ham osonlashtiradi. Tasavvur qiling, siz biror bir doktorning oldiga bordingiz, biror bir kasallik yuzasidan bordingizda u doktordan retsept olasiz. Ya'ni u retseptni sizni o'zingizga qarab, holatingizga, yoshingizga qarab berishi mumkin. Testga tayyorgarlik ko'rish ham xuddi shunga o'xshash. Sizda bilimlaringizga qarab turib, siz bazalaringizga qarab turib, qaysi baza yetish mumkinligini borligini aniqlab turib, shu bazani yetkazib olish uchun qaysi kitoblardan foydalanish kerakligi haqida bugun sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Umuman olganda o'tgan safargi darsimizni eslasangiz, ikkita eng asosiy bilimni qo'ygan edik kategoriyaga bo'lishda. Buni siz yaxshi bilasiz. Birinchi o'rinda biologiya, ikkinchi o'rinda esa ingliz tili. Shu asnosida 4 ta kategoriyada adashib ketmaslik uchun agar ingliz tilida bilim bazasi bo'ladigan yoki biologiyada bilim bazasi bo'ladigan bo'lsa, birini olyapman. Hamda baza yetarli bo'lmasa 0 qo'yganman, 0 yozyapman. Va adashib ketmaslik uchun. Shuning uchun A, B, C, D kategoriyaga bo'lindi. Ulardan birinchidagi 11 kategoriyasi, ya'ni bunda birinchi biologiya keladi. Biologiya bazasi bor. Ingliz tili bazasi bor. Biologiya bazasi bor. Ingliz tili bazasi yo'q. Ingliz tili bazasi yo'q. Biologiya bazasi yo'q. Ingliz tili bazasi bor. Ingliz tili bazasi ham yo'q, biologiya bazasi ham yo'q. Shunday toifadagi kandidatlar. Keling, har biri tayyorgarlik ko'rishida qaysi kitoblar muhim ekanligi haqida o'zimni tavsiyalarimni berib o'taman. Demak, A kategoriyadagi 11 kategoriyadagi tayyorgarlik ko'radigan studentlar, ya'ni kandidatlar, ularda ingliz tili ham, biologiya ham yetarli testga tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi, testni topshirsa bo'ladi. Biroq shunday bo'lsa ham ular kerak bo'ladigan eng asosiy narsa bu workbook. Ya'ni mana shu testni o'zi tavsiya etgan kitobi. Uni mavzularini ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Hamda sample test esa. Sample test mana shu testda bo'lgan ilgari tushgan savollar. Ularni ham yechib ya'ni paper 1da qanaqa savollar bo'ladi, umuman olganda savollar darajasi qanaqa bo'ladi, vaqt taqsimoti shularni ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sample testni ishlashi tavsiya etiladi. Keyingisi albatta YouTube. Bu kategoriyadagi talabalar, umuman olganda testga tayyorgarlik ko'radiganlar, ingliz tili bazasi bor, shuning uchun bemalol o'zida kamchilik bo'lgan biologiya mavzusini o'zi yetkazib olsa bo'ladi, ya'ni YouTube orqali. Shuning uchun YouTube'ni qo'ygan. Keyingi kategoriyadagi test topshiradiganlar, bular 10 kategoriyasidagilar. Bularda biologiya bor, bazasi ingliz tili yo'q. Endi biologiya bazasi bor, ingliz tili yo'q bo'lgani uchun albatta birinchi o'rinda ingliz tili bazasini yetkazib olish kerak. Shuning uchun eng oson ingliz tilida ingliz tiliga tayyorgarlik ko'rishdan eng oson hamma biladigan kitob bor. Bu Raymond Moody grammatika kitobi bor, Essential Grammar degan. Mana shu kitob eng zo'r kitob hisoblanadi. Shuning uchun men shu xulosalardan kelib chiqib, ya'ni testlarni ko'rib chiqib, workbookni ko'rib chiqqandagi xulosam asosida Raymond Moody qizil kitobidagi grammatikani o'zi yetarli deb hisoblayman. Agar siz kamchilik his qiladigan bo'lsangiz, ikkinchi kitobi ham bor, ko'k rangdagi, shundagi asosiy grammatika mavzularini ham qo'shishingiz mumkin. Bu grammatika. Endi
Essential English Words degan ingliz tilida eng muhim so'zlar, ko'p ishlatiladigan so'zlar degan kitob bor. Buni 4 mingta so'z ro'yxati bor. Ulardan 6 ta kitob bor adashmasam. Ulardan birinchisi, ikkinchisi o'zi yetarli deb hisoblayman. So'z boyligini oshirishda, qo'shimcha ravishda grammatikani o'zidan ham kitoblar chiqadi va workbook bor. Workbook o'zida ham so'zlar chiqadi. Hop, workbook bu yerda aytib o'tganimizdek, testni kitobi bunday mavzular bilan tanishib chiqish kerak, ulardagi so'zlarni o'qish kerak, grammatikasini ko'rish kerak. Va sample tests, yuqorida aytib o'tganimdek, testlarni ham yechib chiqish kerak. Va bu yerda qo'shimcha ravishda MW kelyapti. Bu o'zimni qo'shimcha materialim. Ko'rishingiz mumkin. Men mana bu workbook kitobidagi mavzularni har bir 3 ta mavzu uchun bitta qo'llanma sifatida, kichik qo'llanma sifatida o'zbekchaga o'girib, ulardagi so'zlarni alohida yodlash uchun kerak bo'lgan so'zlarni ajratib, umuman diagramma sifatida o'rganish uchun oson qilib tarjimalarni qo'llanma sifatida tayyorlaganman. Buni o'zimni Telegram kanalim bor. Ibrohim akademiyasi deb yozsangiz chiqadi va video tagida ham linkni qoldiraman. Shunda o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu workbookni ham, sample testlarni ham mana shu Telegram kanalimda olishingiz mumkin. Va C kategoriyadagi kandidatlar esa bularda biologik bazasi yetarli emas, ingliz tili yaxshi. Endi biologik bazasi yetarli bo'lmaganligi uchun bu turdagi kandidatlar ingliz tili bor bo'lganligi uchun workbookni o'qib chiqish tavsiya qilinadi. Hamda qo'shimcha ravishda men tavsiya etgan bo'lardim. Darslik 1-11 sinfdagi darslarni qanday desa bo'ladi, chuqur ma'noda emas, ya'ni asosiy tushunchalarni bilgan holatda o'qib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardim. Va agar YouTube'da, mana bu yerda YouTube ham berilgan, keyingisi YouTube'da o'zbekcha darslarga berilgan bo'lsa, aytaylik workbookdagi mavzular berilgan bo'lsa, shu mavzularni o'zbekchasini ham eshitib chiqish kerak. Sababi ingliz tili bor bo'lsa ham o'zbek tilidagi tushuncha berish, ya'ni ikkalasini solishtirganda o'zbek tilini tushunish osonroq bo'ladi. Tasavvur qilish ham sizda hali bir tasavvur qilish, o'ylash ingliz tiliga deyarli moslashmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zbek tilidagi biologiya darslarini ham, ya'ni mana bundagi listdagi berilgan darslarni ham o'zbek tilida qidirib topib o'qib chiqishini tavsiya etgan bo'lardim. Hamda sample test, yuqorida aytib o'tganimdek, tushgan testlarni ko'rib chiqishi, paper 1dan 5 gacha qanaqa savollar tushadi, qancha vaqt beriladi, shularni ko'rib chiqishi, hamda My Words hozirgi qo'llanmani o'qib chiqishi tavsiya etiladi. Ya'ni o'zimning shaxsiy tavsiyalarim. Demak, oxirgi kategoriya, B kategoriyadagilar esa asosan ularga juda og'ir bo'lishi mumkin. Ular katta ter to'kishlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun ularga B+C qo'ydim. Ya'ni bulardagi kitoblarni ham, bundagi kitoblardagi ham o'zlashtirishga majbur bo'ladi. Endi bu toifadagi kandidatlar, 4 ta toifadagi kandidatlarni men taxminan nisbatini aytaman. Taxminan bo'lishi mumkin. Bu yerda eng ko'p kategoriyadagi test topshirmoqchi bo'lganlar bu B kategoriyada bo'lishi mumkin. Sababi ularda biologiyasi yetarli, biologiyada bazasi mavjud. Hozir biologiya o'qiganlar ham juda ko'p. Ular ichida raqobat bor. Ingliz tilini qo'shimcha ravishda olib, mana shu raqobatdan chiqib ketish maqsadida tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Meni taxminimcha bunday turdagi kandidatlar test topshiruvchilarning 60%ni tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda esa buni teskarisi, ya'ni ingliz tilisi bor, bazasi biologiyasi kamroq ba'zidagilar. Chunki biologiya o'rganish uzun bo'lishi mumkin. Ba'zi bir umuman 0 bazadagi insonlarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu ham riskroq hisoblanadi. Taxminimcha 20% ni tashkil qilishi mumkin. Ya'ni shu testga topshiradigan insonlarni
Endi bu yerda 10% dan qolyapti. Mana bu ingliz tilisi ham, biologiyasi ham yetarli bo'lgan odamlar kamroq bo'lishi mumkin. Bitta mavzuni o'zini ham ikkisini ham birdaniga olib borish qiyinroq bo'lgani uchun ham 10% tashkil etishi mumkin. Va hamda mana bu turdagilar, ya'ni yangi boshlayotganlar, bu yerda biologiya bazasi ham, ingliz tili bazasi ham yetarli bo'lmaganlar nisbatan kam tashkil qilishi mumkin. Bu degani ular testga topshirib o'ta olmaydi degani emas. Har bir bu natija olish har bir odamning o'ziga bog'liq. Harakat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mehnat qiladigan bo'lsa, bemalol hattoki bulardan ham ustunroq ballni qo'lga kiritishi mumkin. Bugungi dars mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda biz har bir paperni tahlilini amalga oshiramiz. Ya'ni unda qanaqa savollar tushishi mumkin, vaqt masalasida qancha vaqt beriladi, nima mumkin yoki nima mumkin emas, test bilan birgalikda yana qanaqa qo'shimcha materiallar beriladi, shular to'g'risida gaplashib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mehnatimizni qadrlab like bosishingiz mumkin yoki kommentariyada sizga manfaatli bo'lyapti yoki bo'lmayapti, shuni yozib ketishingiz mumkin. Albatta bu shaxsan o'zimga hobbi sifatida, ya'ni buncha prosmotr bilan bu yo'nalishda prosmotr ko'payib yoki YouTubedan daromad qilish maqsadi emas. Bu albatta Cambridge A-level sertifikatini qo'lga kiritaman degan talabalarga, yoshlarga o'zimni tavsiyalarim foydali bo'lsa albatta xursand bo'lamiz. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr.